tegma unga. Ey, qo'yli, akali. O'rtog'im qilib beraman deyapti-yu, aka. Puli qani Begzod? Aka, pulingizning hammasini qaytaraman, faqat ozroq vaqt bering iltimos aka. Sen haddingdan oshib ketding la'nati. Ikrom, Ha, xo'jayin. bu iblisning xotini bilan shug'ullan. Aka, jon aka. Aka! Xo'sh, nima gap Murod? Anhordan o'lik topilibdi. Daraxt shoxiga ilinib qolgan ekan. Cho'milgani kelgan bolalar ko'rib qolishibdi. Xo'p, kim bu odam? Nigmatov Begzod Soipovich. 1992-yilda tug'ilgan. Oilali, bitta farzandi bor. Siz uni taniysizmi yo cho'kib bo'lgan odamning murdasiga qarab aniqlaydigan odatingiz bormi? Taniyman. Begzod mahalladoshim edi. Begzodni arqon bilan bo'g'ib o'ldirishgan. Keyin o'ligini anhorga uloqtirishgan. Qarang, birinchi marta buqqanida amallab qochib qolgan shekilli. Keyin ikkinchi marta buqqanida menimcha o'lgan. Shuning uchun bo'ynida ikkita iz turibdi. Ha. Sendan ajoyib tibbiy ekspert chiqadi, Bekjonov. Nima qilib jinoyat qidiruv bo'limida o'ralashib yuribsan? Qiziqaman-da. Sho'rlik Karim aka. Yaqindagina kampir olamdan o'tgan edi. Mana endi o'g'lidan ham ayrilib o'tiribdi. Begzodda ayoli. Yonidagisi-chi? Yonidagisi uni o'rtog'i. O'tkazib yuboringlar. Qani. Ta'ziyam qabul qiling. Begzod peshonasiga yozilgani shu ekan. Yo'q. Bo'lishi mumkin emas. Oy, oy, oy. Javob kelinglar. Suv, tezroq. Zulfiya. O'zingizga keling. Mana suv. Zulfiya, ha, suv bering. Serjant, Eshitaman. oyog'ini tirnalgan joyini yaxshilab suratga ol. Nega? Aytganini qil. Xo'p, biladi.